Assalomu alaykum Haval Buxaraning hurmatli mijozlari. Bugun sizlar bilan Haval H6 ni ko'rib o'tamiz. Xo'p, Haval H6 bu mashina garatskoy crossover bo'lib, ko'rinishi jihatdan ixcham, qulay va odamlarning yuragini zabt eta olgan. Bunga misol bu mashina 2 xil motor, ya'ni 1.5 turbina motor va 2 turbina motor bilan jihozlangan. 1.5 turbina motori 143 o't kuchi bo'lib, 2 turbina motori 211 o't kuchi bo'ladi. Bu ko'rib o'tirganimiz 300 elektr-900 ligi, ya'ni birinchi pozitsiyasi. Xo'p, 1.5 turbina motor 143 o't kuchi mashinani yoqib sizga ko'rsatamiz. Rejimlarini bemalol displeyni ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, displeydan kiramiz. Vождение, ana. Xo'p, ketdik. Rejimlarimiz. Bizda beryapti standart, sport, eco snack, ya'ni shahar ichida Eko rejim 6-7, sport rejim 8-9. Dalida 3-4 litr rasxod qiladi. Rejimlarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mashinamizda dvig'zonli klimat kontrol, ya'ni bu tomonda 23 gradus, bu tomonda 18 gradusga qo'yib ishlasak bo'ladi. Bundan tashqari displeyimizda Apple CarPlay, Android Auto bor. Telefoningiz iPhone bo'lsa iPhone, Samsung bo'lsa Samsung bo'ladi. Xo'p, ketdik. Pastdan ko'rishingiz mumkin mashinaning uzunligi Xo'p, 4653 mm bo'lganligi uchun tor ko'cha kirish, parkovka qilish muammo bo'lmaydi, chunki mashinamizda 360 gradus kamera bor. Xo'p, besprovodni zaryadnik, bemalol telefoningizni qo'yib ketaversangiz bo'ladi. Ko'rib o'tiribsiz, qulay, ixcham, akvaprintlar qilingan, skromniy shayba. Shaybamizga e'tibor bersangiz agar zamonaviy, zamon talabi avvalgidek richag emas. Ketik. Bemalol mashinani sport rejimga qo'yib, avtomat, ya'ni robot korobka bilan jihozlangan, plus Tiptronika urdiski lipstok bilan skorozni boshqarib ketsangiz ham bo'ladi. Bu mashinada katta qulaylik, ya'ni eskilik emas. Gentralarda richag bilan yoki Cobalt'da bu xinaga knopka emas. Dalchi ketik. Xo'p, ikkita oldin, ikkita orqa skameyka istadi, rul istadi, lobovoyga spiral o'tgan. Yaxshilab qarasangiz ma'lum, spiralning ikkita plyusi bor. Biron kishi dalli bilan kelsa ko'zini olmaydi, yomg'ir yog'gan vaqt terlamaydi. Trezani och, u xil bu xil qilib o'tirmaysiz. Mashina shuna o'zimizga qulay qilib olamiz. Xo'p, skameykamiz oldinga, orqaga, tepaga, pastga bo'ladi. Pastga qilamiz. O'zimizga qulay qilamiz, ana yotib olib ko'ryapsizlar, qana qulay. Yotib olib aydasa bo'ladi. Elektronli ruchnik auto hold. Bu nima degani? O'zimizning mashinalarda svetofor kelib 1 minut tormozni bosib o'tirish kerak. Bunda auto hold. Svetofor keldi, tormozni bosib olasiz, mashina turadi, gazni bossangiz yana yurib ketadi. Operatorimiz orqaga o'tamiz. Xo'p, ketdik. Orqa qismi, ya'ni oldinni o'zimga ixcham qilib, qulay qilib oldim. Orqa qism biz O'zbeklarda to'y, maraka, yosh bolalar yoki qariyalar bilan, masalan, otamiz, onamiz Toshkent dam olish ketamiz yoki orqa birinchi o'rinda bizda. Orqa ham keng. Orqada sizga aytib o'tganimdek обогрев сидений bor, podlokotnik bor. E'tibor bersangiz, boshqa mashinalarda tekis emas, orqani past qilgan. Shuning hisobidan bemalol o'zingizga qulay qilib o'tirib ketib bilasiz. 1,5 kvadrat metr, ya'ni 1,5 kub panoramamiz ham bor. Bu deganda mashinani yomg'ir yog'ayotgan vaqt bemalol rafiqangiz bilan yoki sevgan qizingiz bilan romantika qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bundan ziyod bilmadim endi. Bagaj qismiga o'tamiz. Bagaj qismimiz elektronli bo'lib, $860 litr. Bu nima degani? Mashinada $860 litr bagaj qismi bo'lib, zapaskamiz, ya'ni dakatka, bemalol bu mashinada metan, propan qo'ysak bo'ladi. Aytishingiz mumkin, metan ham bo'ladi. Ha, bo'ladi, lekin mashinangiz turbina motor bo'lganligi uchun 92-95 yonilg'i sarflash kerak. Biz propan qo'yib beramiz. Propanda 100 oktanli kuchi bor, ya'ni 100 benzinli kuchi bor. Plyuslarini sizga sanab o'taman. Propan qo'ydingizki, mashinangizda yaxshi benzin qidirib yurmaysiz. Chunki propanda 100 oktanli kuchi bor. Qishda o'chiratga o'tirmaysiz, chunki propan o'chirat emas. Plus yozda metan 5200, propan 4700. Bu nima degani? Propan sizga qulay. Yana bitta katta plusi portlamaydi, ya'ni yuragingiz tinch yurasiz.
Xo'p, elektronik detskiy rejimlari bor. Aytgancha 4 ta trezamizda ham detskiy rejimlari bor. Qo'limiz qoladi, bir narsa bo'ladi, qismaydi. Bu endi hamma mashinalarga bor. Melish narsalar aytmasak ham bo'ladi. Diskalarimiz 18 saka diska, Kumho balonchalarda mягкий bo'ladi, plus bezkulchovoy dostуп sensorli. U Malibularda ba'zi bir qo'shtirnoq ishdagi mashinalarda knopka emas. Keling motorxonani ko'ramiz. Bu motorxonasi, agar bu mashinani sotib olsangizlar, bemalol trenirovka qilsangizlar ham bo'ladi. Kamida bir eshitilyaptimi? Xo'p. Sami qiziq joyi O'zbekistonda bo'layotgan muammolar, ya'ni juda ham ko'p mashinalar brendlari bor. Bu mashina nima bilan ajralib turadi? Operator Haval brendi o'zimizni O'zbekistonda, ya'ni Jizzaxda ishlab chiqaradi. Made in Uzbekistan. Bu degani sizga hech qanaqa zapchast, servis va boshqa muammolar bo'lmaydi. Motor xonani qaytib ko'rsamiz. Keling. Sizga aytib o'tganimda 1.5 turbina motor, 143 ot kuchi. Xo'p. 150 ming kilometr yoki 5 yil garantiya. Motor korobka. Elektronika 3 yil, hadovoy uchasi 25 ming. Bu degani siz mashinangizni neto benzin solib qo'ysangiz ham usta qidirib yurmaysiz. Servisni o'ziga kelasiz. Servis menejerlarimiz sizga mashinani tayyor qilib berishadi. Aka erta, aka unay, aka bunay, bahona qilmaymiz. Chunki servisimizning o'zi ham shu yerda bor. Mashinani xarid qilish yo'llarini aytaman. Avtokredit qilib olishingiz mumkin. Sami zo'r varianti bu bo'lib to'lash. Hozir sizlarga bo'lib to'lash haqida ma'lumot ham beramiz. H6 ni bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz, sizga yordam beradigan kompaniya bu Fincom. Fincom kompaniyasi ADM Jizzaxdan mashinalarni sotib olib, bizga bo'lib to'lashga beryapti. Bunga misol mashinani tan narxi 354 million 400 sizga bo'lyapti. Nomer, texpasport shunaqa narsalar uchun, ya'ni 361 million tushyapti. Boshlang'ich to'lov to'layapsiz 195 million 195 ming so'm, qarzingiz qolyapti 165, yillik foiz 0, hammasi 0. Sizga oyga chiqyapti 6 million 900 dan. Ya'ni siz qarzingizni 165 million 853 ni to'lab beryapsiz. Mashinani ustiga pena-mena minmayapti. Ko'p savollar tug'iladi. Bu leasing deganda erta bankrot bo'lsa-chi, bu bankrot bo'ladigan emas. Bu zavodning o'zi, ya'ni zavodning Fincomi. Ya'ni bo'lib to'lash. Hammalaringizga rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like.